Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Pomiq shaharchasida mana bu aptekani egasini taniydiganlar bo'lsa, Jahongir akani endi suv bizneslari ham bo'ladi. Mana Jahongir aka anchadan beri biz bilan aloqaga chiqib yurardilar. Mana shu bugunga nasib qilgan ekan. Filtr suv apparatlarimizni olib keldik, plus Aquabox bilan. Hozir aytib o'taman, bitta suv filtriga nima qilinishi kerak biznes uchun. Birinchi o'rinda lokatsiya. Lokatsiya juda zo'r. Pomiq shaharchasining sentri. Odam juda gavjum. Hozir issiq bo'lishiga qaramasdan odam bu yerda juda gavjum. Magazinlar shu qatorda hamma narsa bor ekan. Lokatsiya tanlash kerak. Birinchi o'rinda lokatsiya zo'r. Undan keyin xona yoki tayyor xona yoki mana bunaqa ko'chma do'kon qilingan. Do'konning ichida hovuz qilingan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Do'kon ichida hovuz qilingan, filtr apparat tortib oladi suvni. Filtrlangan suvni bu yoqqa podstavka qilib qo'yiladi. Podstavka qilib qo'yiladi, odxod suvi orqaga chiqariladi. Shu xonaning ichida kran ham chiqarib beramiz, misol qadoqlash uchun. Undan tashqari 24 soat ishlaydi. Bir haftada 24 soat ishlaydigan Aquabox'ni ham o'rnatyapmiz. Mana. Pulni tiqasiz, suvni beradi. Mana tayyor biznes. Mana shunaqa holatda suv biznesini boshlashingiz mumkin. Bu abraziy sifatida ko'rsatdim. Hammada har xil. Kimdadir joy bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Kimdir ko'chma do'kon qiladi. Kimnidir joyi katta, kimnidir kichkina bo'ladi. Agar suv biznesi qilmoqchi bo'lsangiz, telefon qilsangiz, apparat razmerlarini, hamma narsani aytib tushuntirib o'tamiz. O'shanga qarab joyingizni taxlashingiz ham mumkin. Kimga suv biznesi uchun filtr kerak bo'ladigan bo'lsa, samoyka uchun, parnik uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bepul konsultatsiya ham bor.